Assalomu alaykum obunachilarim. Namangan viloyati Qop tumani Qop shahrining markazida turibman, ko'chada Choraqasida. Mana shu birinchi savdoni boshlayman, narx-navolarni e'tiborlaringiz uchun hozir ko'rsatib o'taman. Savdogarda oldida turibmiz shu bilan. Ismingizni aytib qo'ysangiz? Aliyor ismim. Aliyor ismi, ha? Aliyor. Tarvuzlar narxi kilosi qancha ekan? Tarvuzlar kilosi 4000 so'mdan. Ha, 4000 so'm. 4000 so'm. Ha, onallarnikichi. Onalar 25 ming, 30 ming har xil narxlar. Ikkalipcha buni qilaveramiz. Apelsinchi? Apelsin 30 ming so'm. Ha, narga limonchi, limon. Limon ham 30 ming so'm. Limon. Limon. Bu ham Bu 40 ming buni. 40 ming? Ha. Qayg'asang. Mana noklar mana. Noklarda mana bu chus noki deydi. Mana bular Eron noki, mana bu Xitoy noki. Bularda 20 mingdan tot olaverasiz. 20 mingdan. 20 ming. Chus noki ham, Eron noki ham. Ha, hammasi. Olmalarchi? Olmalar 55 mingdan 10 minggacha olmalarimiz. Ha, yaxshi. Kilosi 55 mingdan 10 minggacha. Ananaslar mana 25 mingdan. Katta onorchi, katta onor. Katta onar ham 30 ming, Hoji bobo. Katta onor, ha? Narx qancha ekan bananni? 23 ming. 23 ming, ha? 23 ming. 23 ming, ha, yashang. Ananaschi, ananas. Ananas 25 ming. Ha? 25 ming kilosimi? Donasi 25. Donasi 25 ming, ananasi. Ananas Mandarin qancha? holati, demak, kilo bo'y emas, dona bo'y sotilar ekan 25 mingdan. 30 mingdan bular 40 ming. Navbatda qanaqasiga sotyapsiz buni? Hammasi birdanigami yo? Mana shu 250 ming so'm. Shu mana shu holati 250 ming. 250 ming so'm, mana shu holat. Demak, shunday savat bilan olinganda, ismingiz nima bo'ladi? Jamoldir. Qop shaharda turibmiz, markazida. Ha, salomat bo'ling. Pulaydi narx qanaqa ekan? 80 ming. 80 ming. Uzumdichi uzum. Uzumda 20 ming so'mdan. Ha, uzumda 20 ming so'mda. Limonchi? Limon 25 ming so'mdan. Ha. Hamma narsa arzon tog'a. Bulardan o'qiveraymi? Mana savdogarlar. Mana 35 ming so'mdan Shaharda mandarin. turibdi. Mandarinlar 35 mingdan. 35 ming. Apelsinchi bu? 25 ming. 25 ming, ha? Ha. Bu kichkinasichi? Mana Shiral Jo'rayev demoqpinda. Ana, Shiral Jo'rayev deyapti, ashulachida ukasi ekan. Familiyasi shunaqami? Ha. Mana bu qancha dedingiz? 80 ming so'm pul to'laydi. Ha, qo'lpinlar 80 ming so'm. Kilosi, ha? Kilosi. Ha, yashang, yashang. Kivichi, kivi. Kivi ham 25 ming so'm. 25 ming. Bu? 20 ming so'm banan. Ha, yashang, salomat bo'ling. Mana savdo hammasi yaxshi. Yaxshi. Siznikini ham olib qo'ysak maylimi? Ha, bemalol olib Ha, ana. Hammasi bir xil. Hammasi bir xil o'xshaydi, klassi ham, ha? Ha. Demak, mana qulpunaylar hozir qancha ekan? 80 ming. 80 ming so'm. Hammasi bir joyga ekan, ha? Ha, yashang, salomat bo'ling. Qop shaharida markazda turibmiz. Meva bozoriga o'tamaniga o'tdim. Mana kichkina Qop shaharida bozorda turibmiz. Kichkina yo'lakka joylashgan, ikki tomonlama, mana ikki tomonlama to'ylarga, marakalarga, qanaqangi sharoitda uy xo'jaligi qilsangiz ham mana shu bozorlardan nihoyatda chiroyli meva bozorlari. Mana holati. Meyda mandarin 40 ming, apelsin 30, barililari 40 ming. Mana arzonidan bor, turetski 30 ming. 30 ming, uzumchi uzum. Uzumlar 25 ming, 20 ming, 15 ming. 20 ming, 25 ming, ming, 20 20 ming, ming, 15 ming. 15 ming. Mana qulpunaylar. Bananlarchi, bananlar. Qulpunaylar bor 100 mingdan. Ha. Demak, qulpunaylar 100 mingdan. 100 mingdan, ha? Kilosi. Kilosi. Rahmat. Badrinchi badring. Bodringlar 30 ming. 30 ming. Ha. Amaldorichi. Pomidorlar 15 ming, 20 ming, 30 ming. Demak, bu 30 mingmi? Ha. Bu rozivit 30 ming. Rahmat. Uzum 20 ming, bunisi 15 ming. Bu 15 ming, ha? Ha, 15 ming. Bunichi? Bu. Mandarin 45 ming, Ha. 30 ming, apelsin. Ana, ishbilarmonlar. Qop shahrida turibmiz, ishbilarmonlar. Mana shu. Nokingiz-chi, nokingiz? 20 ming, 25 ming. Demak, bu nokingiz 20 ming. Ha, bu chusnok Nargisi? 25 ming. 25 ming. Yashang, salomat bo'ling. Mana holati.
Pop shahridamiz. Hozir mana shu juda chiroyli meva sabzavotlar. Mana ishbilarmon oyamiz turibdi. Sizniki narx-navosi qanaqa ekan? Mana shu. Qaysilar? Mandarin 40 ming. Mandarin 40 ming. Qatorroq gapiring. Qancha? Geçen oynayın. Bunlar akacını yaptı. Üzümlar 15. Ha, buncha apelsinlar. Apelsin 35 ming. 32 ming ha. Yangicha nok bu nima? Limon qancha? Limon 40 ming. Dona 40 ming. Dona bo'yicha dona bo'yi. Mana o'yin. Ha, demak, uzumchi uzum. Non bozorga keldik. O'sha markazda mana shu nonlar qancha ekan? Ko'rinib turgani? 12. 12,5 ming. 12,5 ming. Mana shu ko'rinib turgani? 10 mingdan. 10 mingdan. Ana, uyda chiroyli to'yga bemalol olib chiqishlari mumkin. Meva bozor, non bozori. Ha? Ha. Siznikicha kichkina nonlar. Mana to'y bor. Ha? Qancha? 3 ming. 3 ming? Ha, yashang salomat bo'ling. Ha. Non katta noningiz qanaqa ekan? 25. Mehmon bobo ekan-a? Xudo bobo. Ana, juda to'y marosimlarini o'tkazgan nihoyatda yashang salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Ha. Narx-navosi bu kichik patara. 10 mingdan Ha? qo'rqib 10 mingdan. Qo'qon pati 10 mingdan, ha? Bu monoschi kattarog'i. Bu ham 10 ming. Manamisi Mana shu bunisi. 10 ming. 10 mingdan, ha? Bularchi? 10 mingdan 5 ming. 5 mingdan, ha? Tanlab olinaveradi 5 ming. Tanlab olinaveradi. Ha, non bozor. Tanlab bemalol olaverasiz. To'ylarga bemalol ishlatish mumkin ekan. Qo'qon kangizchi 3 ming tog'a. 3 ming. 3 mingdan nonlarchi nonlar 5 mingdan tog'a. 5 mingdan. Ha, yashang. Sizniki noningizchi? 5 ming tog'a. Ha? 5 ming. 5 ming? 5 Ha, ming. yashang. Bloger tog'a Ha, 5 ming. rahmat. Ha, siz bu xonkangizchi? 3 ming. 3 ming. Demak, qoladi 3 ming. Nonchi non? O'zbek non ekan, ha? Ha, salomat bo'ling. Kelaman ketdi. Ha. Siz mazza Nonlar qanaqa ekan sizniki non? Uy nonga o'xshab ketadi, ha? Sizga 5 ming teraman, 6 ming. Ha, rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Ha, rahmat. Ha, nonlar qanaqa ekan nonlar sizniki? 10 mingdan, 3 mingdan, 5 mingdan. Bu 10 ming. Gültali so'rashyapti. Ha. Bu 3 mingdan, ha? 3 ming. Bu bilan. Bular 5 ming. 5 ming uy noniga o'xshab ketar ekan, ha? Ha, yo'q. Rahmat, salomat bo'ling. Mana shu ko'rib turgan nonlarni bemalol xarajat qilishlari mumkin. Har kuni nechidan boshlanadi bozor? 5 ta. 5 dan. Soat 5 dan ertalabki 5 dan kechgacha, ha? 7-8 gacha. Demak, har kuni Popni markazi shahrida ertalabdan 5 dan boshlanib, kechgacha bo'lishi mumkin ekan. Mana shu bozorlar. Bitta yo'lda yoqasida joylashgan bozorlar. Mana shu holatda ikki tomoniga bitta yo'lga shaharning markazida, Pop shaharning markazida nonlar mana shu holatda. Mana bemalol savdo qilib, to'ylarda har qanday qanga o'tirishlarni bir kunda qilib ketishlaring mumkin. Salomat bo'linglar, rahmat. Yashanglar, kam bo'lmanglar. Mana shu nonlar bemalol savdo qilib ketishlaring mumkin. Mana bu yerga o'tamiz. Mana bitta yo'lkada joylashgan mana shu holatda bitta Pop shahrida bemalol to'y barakalarni o'tkazish mumkin. Non ham, meva chevalari ham hammasi bor ekan. Mana shu holatda. Va sabzavotlarmi, zakskalarmi hammasi bor. Rahmat. Mingbuloq Alamid sizlarning kanalda chiqaman. Bozor ko'rinishi nihoyatda chiroyli. Hamma narsa bor. Nihoyatda chiroyli. Hamma narsa bor. Savdo qizg'in. Mana shu qizg'in. Mana shu noqlaringiz olma bu. Narx-navosi qanaqa ekan buni? 12 ming. Narxchi? 15 ming. Ha. Savatingiz qancha savatingiz? Savat sotilmaydi. Savatlar olib qilinadi, ha? Qulpini-chi qulpini? 100 ming. 100 ming. Kilosi, ha? Ha? Savdo bo'lyapti. Pop shaharning markazida, demak,
yo'lka bor, yo'li o'tadigan, faqat odam yurish mumkin xolos bu yerdan. Savdo bo'lyapti, kalla go'shtlar. Kilos qancha ekan oya? 60 so'm. Nechtimi? 60? 60 ming. 60 ming, kilosi 60 ming ekan. Qora paketam. Kalla go'shti. Mana shu holatda ko'rinishi. Qanchadan ekan donasi? 1300 so'mdan. 1300 so'mdan, ha? 1300 so'mdan. Ha, sizda ham kalla go'shti bor ekan, ha? O'zingiz olaveraymi? Ha. Singlimiz mana shu yerda kalla go'sht sotyapti ekan. Sizniki ham 60 mingmi kilosi? 60 ming, 50 ga qilib beraman. 50 ga qo'yib berar ekan. O'zi ishlab chiqarar ekan uyda. Mana Xo'p shahar markazida baliq bozorida turibmiz. Laqa ekan, ha? Qanaqangi laqa bu? Afrikanskiy. Ha? Afrikanskiy qanchadan kilosi? 25 ming ota. Kilosi 25 ming. Kami ham bormi buni? Ha, bor ota. Bu sal kichikroq, bunisi kattaroq ekan. Ha. Narx-navosi qanaqa? Ha? Bir xil. 25 mingdan, ha? Beraveramiz, ha. 25 mingdan. Demak, bu sazan, ha? Ha. Sazan qanchadan? 40 mingdan. Qamalab turibdi, tirik, ha? Ha, tirik ya ota. Ha. Hammasi tirik. 40 mingdan kilosi. 40 mingdan. Oq baliqlarcha, oq baliqlar. Oq baliqlar ham 25 mingdan ota. 25 ming kilosi, ha? Ha, 1,5 kilo. Bittasi necha kilodan chiqadi? 1,5 kilodan. 1,5 kilodan. Ha. Bular ham bir xilmi yo Ha, kattami? bu ham bir xil. Bular boshqa ota. 2,5 kilo. Demak, undan kattaroq, ha? Ha. Bu 2,5 kiloligi qancha bu? 30 ming. 30 ming. Ha. Demak, katta Bunisi baliq. 3 kilolik ota. Demak, bu 2,5 kiloligi 30 mingdan, 3 kiloligi 32 mingdan. 3 kiloligi 32 mingdan. Rahmat. Pop shahar, Pop tumaniga xush kelibsiz. Salomat bo'ling.